sizlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib, holimizni ko'rsalar edi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani va Bo'ston mahalladamiz. Matiyadan berishlaringizni qat'iy iltimos qilib qolamiz. Bu joyingiz qancha yildir burada? Qancha vaqt bo'ldi? 26 may kuni. 26 may kuni. Qizingiz shu uyda 4 nafar farzand bilan yashaydi. Yashaydi shu yerda. Shu yerda yashab keladi. Hozir kunda уже почти hech vaqasi qolmabdi, barisi Hamma narsasi yondi. Kiyim kechak, hamma narsa qisqasi. Bolalar hech narsa qolib qo'ydi. 4 farzandi bilan mana uyning ahvoli. Undan boshqa barcha musulmon ahlidan, barcha musofirlikda yurgan opa-akalarimizdan, singillarimizdan, barchasidan agar qo'llarimizdan keladigan bo'lsa, shunday moddiy yordam qilamiz deganlar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz va shu ekranda telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kim qanday amaliy yordam qila oladimi yoki moddiy yordam qila oladimi, kim qanday yordam qila oladi, shu nomerga aloqaga chiqib bog'lansanglar bo'ladi. 93-yil singlimiz va 4 nafar farzandlari bilan endi faqat hozircha bu yerni tezkor, zudlik bilan ta'mirlab bermasak, o'sha yashashga joy yo'q. Shu sababli barchamiz qarab turamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa, hurmatli yurtdoshlar, aziz aka-ukalarim, aziz jigarlarim, barchangizdan qat'iyan iltimos qilaman. Bu dunyoda etgan ehsonlaringiz, bu dunyoda etgan yaxshiliklaringiz, Xudo xolasa, mana shu umrda ham asta-asta bilan qaytadi. Xudo xolasa, Alloh tomonidan va oxiratga jinoyat barchasi buning bari boylig'imizdir. Shu sababli qo'l qovushtirib o'tirmaymiz, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz va homiylarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu ekranda telefon nomerlariga chiqib, agar shu singlimizga amaliy yordam beradigan bo'lsa ham, moddiy yordam beradigan bo'lsa ham juda ham bir savob ish bo'lar edi. Astoydil bu narsani sababi 4 nafar farzandlar o'zingiz ko'z oldingizga keltirib turibsizlar. 4 nafar farzandni kiyim-kechagidan, yeb-ichishdan, desatidan va maktabidan orttira oladimi? Undan boshqa bu yolg'iz boshli ona singlimiz 4 nafar farzanddan ortilib yana ishlab, yana pul topish kerak bo'ladi yeb-ichishiga. Bundan keyin ham amaliy yordam yoki moddiy yordam berib turaman deganlar bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqib, bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Ham o'zimning nomerimni qo'yamiz. Nimagachim, hozir Bo'ston mahallani Jinseviti, nimagachim, ijtimoiy xodim Bo'ston mahallaniki, nimagachim, Bo'ston mahalla yettiligi, nimagachim, nahotki o'zingizning mahallangizda shunday ahvolga tushib qolgan xonadonni bilmasanglar, nahotki shunday xonadon, shunday ahvolda turib 4 nafar farzandi bilan yolg'iz boshli ona borarga joy topolmay turgan bir paytda nimaga chiqibsizlar? Nima qilyapsizlar o'zi? Nima uchun chiqmaysizlar? Nima uchun o'rganmaysizlar bu masalani? Nima uchun? Afzalki biz fuqarolar barchasi blogerga murojaat qilish kerak. Nima uchun bloger yoritib bergandan keyin borib sizlar ko'rish, bu narsani sizlar ko'rishlaringiz kerak. Qachonga biz sizlar ko'zlaringizni ochib berishimiz kerak? Qachonga sizlarga nima qilish kerak ekanini biz ko'rsatib bersak? Nima uchun shu ijtimoiy xodim va Jinsevit mahalla raisi nimaga qarab o'tiribsizlar? Nima uchun shuni bu joy yonganiga salkam 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri 4 nafar farzand va yolg'iz boshli ona borarga joy topmay yuribdi. Qayerga qarayapsizlar o'zi? Jadval qarang, mahalliy tilim jadvali. Burada qurilish ishlar turibdi. Bo'ldi, rahmat. Sirtda rasmlar bormi? Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ommaviy xizmatchisi, Yagona bosh direktor bo'laman. Esmim Rimbergan. Siz kim bo'lasiz? Hajmiya Rasul. Akbarsiz, Roshanbek. Mahalla raisi kerak edimi? Faqat shu yig'ilish bo'ladi hozir. Yig'ilish bo'ladi. Hozir yig'ilish yo'q-ku.
Bilmadim, yo'shim masal. Roshanbek aka, bu Zamiraning uyi yongandan xabaringiz bormi? To'rt nafar farzandi bor ekan. Endi siz hakim yordamchisiz, bu yerda tadbirkorlarni, mahalla fermerlar barchasini taniysiz-ku. Shu qizga nima bo'lsa bir hamiy top bo'lsa-da bir amaliyot qo'lingizdan kelgancha bir amaliy yordam bir ko'rsatib yuborsangiz yaxshi bo'lar edi. Bo'ladi, xolos. Shu qo'ldan kelsa shuni bir yordam qilib bering. Voy hozir men mahalla rais kerak bo'ldi, shuni bir aloqa chaqirib bersangiz yaxshi bo'lar edi o'zimdan so'rasam. Saqlab kelsa insonlar bor. Qarashamiz. Yo'q, mana imini mana Bo'stonda juda ham ko'p. Sababi oldida qancha fuqarolarga yordam qildik, juda ko'p. Yaxshi, bir bo'lgan u mehr-oqibati bari yaxshi-da. Shu sababdan hakim yordamchisi imini biladi, qayerda qanday tadbirkor bor. Sababi u aytsa-da so'zi tushunmaydi, ular yordam qiladi-da. To'rt nafar farzandi bilan hozir bu почти onasiki degan, u ko'chada degan gapda, ular. Onasining uyiga ketdi u. Hurmatli mahalla uyushmasining rahbariyati janobi oliylari. Siz shuga mas'ul xodimsiz-ku, mahalla itligini. Mahalla itligiga keldik, bir inson topib bilyapmiz. Bu az ishchi vaqt-ku. Рабочее время deb aytiladi. Mahalla itligidan kelamiz, na jensevit bor, na rais bor. O'sha mahalla itligidan birgina az hakim yordamchisi o'tiribdi bu. Boshqa hech kim yo'q-ku, kim topib bilamiz buni. Az soat taxminan soat 3larda keldik, 3larda hech kim yo'q edi bu yerda. Hozir keldik, hozir bilan soat 4da o'tadi, hech kim yo'q. Mana imini Eliqal'a tumani mahalla uyushmasining raisi imini shu narsani barcha mahallalarning raislari, mahalla yetakchilarini o'z nazorat ostiga olishingizni so'rab qolamiz. Sababi bu yerga fuqarolar kelayotgan bo'lsa, qayerda topadi? Topolmaydi, topib bilmaydi bu yerda. Sababi ijtimoiy bo'lim ham yo'q, jinsiy ham yo'q, mahalla raisi yo'q. Umuman mahalla raisini aytmasa ham telefon umuman olib qo'ymaydi telefonini. Qo'llarim kuyib qoldi. Baysadamada qo'llarim kuygan rostmi? Baysadam ekan? Onda sizdan bir iltimosim bor. Siz mahalla ittilik bir a'zosiz-ku. Bu yerda sizning mahallangizda налог soliq tarafidan o'sha yig'ilgan az aytaman 10% ne bor-ku, bilasizmi o'zingiz? Shu 10%likda shu mana mahalla raislari bilan birga va mullalar bilan birga shuni maslahatlashib shu qizga qarab bersangiz. Hozirgi kunda sizlarda yig'ilib turgan 15 milyon 528 ming so'm pul turibdi sizlarda. Sizlar mana umumiyat mahallangiz bo'lasida. Shu 15 milyon so'mni pulni shu qizga karta raqami bo'lsa, shu qizga masalada shu qizning hisobidan qaratib bersangiz. Ya biram shuni bo'z kartasi raqamini qaratmay, например, tadbirkorlar bor, fermerlar bor, shular tarafidan kim qanday material olib bera oladi, ya bo'lsa o'zingiz shu pulni boshchilik qilib, qo'l qisdan mana shu yordam qilib bersanglar, Sababi bu ma'lumot sizga bermasam bo'ladi, sizda bormi? Yo'q, bilmadim. Buni olamiz. Nima qilsam bo'ladi, yana boqsin. Voy Indigayda yine cherkan gidetdi bir 16 million so'mda yine yig'ilgan ekan Indigayda. Agar uni ko'rasizlar, o'zlaringiz planlashtirib, iloji boricha zudlik bilan buni xonadonga kirgizishimiz kerak. Kelisizmi? O'zingiz masalalash ko'rasizlar endi uni. Mahallangizda 15 milliondan ziyod pul turibdi. Bu xalqning puli, fuqarolarning puli bo'ladi. Undan boshqa, если uyingizning to'shamchalari barchasi yonib ketgan ekan, agar mana joyingizda pol remonti bitib olsa, ichga kirajaqda to'shamcha topolmayotgan bo'lsangiz, hakim yordamchiga kelayotgan bo'lsangiz, sizga yolg'iz boshli ona haqida o'zi ko'rib chiqadi, nelarni sizga subsidiya chiqarib beradi. 32 millionlik yoki 60 millionlik u o'zi biladi. U narsada hozir men faqat ma'lumotga ega emasman. U subsidiya без возвратный. Uni qaytarmaysizda. O aytib bir narsaga yo'naltirib to'lab beradi u narsani. Shu yordam qiladi, ichini to'shita olaman. Yilda bir 30-35 millionday va'da chiqsa kerak. Ya biram uyga deb chiqarib bersa bo'ladi. Haqiqatan hozir siz uyingiz yonib ketdi. Shu sababli sizga oldindan, например, bir yilda sotib olmasangiz ham, например, shu firma tashkiloti bo'lgan bo'lsa, где-то 30 millionday subsidiya ajratib berishiga mumkin. Buni albatta o'rgan ko'rib chiqadi. Mahalla bilan ko'rib chiqib, qonun doirasida adamlar. Qonun doirasida bani ishlab beradi, yaxshimi? Qanday esa maslahat bo'lsa, men raqamni bilasiz, maslahat qilib tursangiz bo'ladi. Hozir hakim yordamchining telefon nomerini yozib oling. Juda ham bir yaxshi bir mehr-oqibatli odam ekan. Ular bizga yordam qiladi bo'lsa, homiylar topadi. Unda menga ruxsat. Rahmat, mehmon do'stingiz uchun.